19. ders Nicatlıkka erişken kişiler toğrısıda. Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende diqtanlağa Ustaz Abdüveli Qari rahimahullah derslerden tallanmala Nicatlıkka erişken kişiler toğrısıda degen temisini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. 19. ders Nicatlıkka erişken kişiler toğrısıda. Ulug Allah Haq Subhanahu ve Teala'ga hamd sanalar bulsun ki mana dersimizni bugündün başlaşqa Allah yani nasip kıldı. Hazırki dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis şeriflerdeki İmam Ahmed ve başkalar hadis toplamları da keltirilgen bir hadis şerifinin mezmunu toğrısıda toxtalımız. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Agah bulunlar ki silerden ilgiriki ahli kitaplar 70 farqiga, taifaga bölünüp ketken idi. Bu ümmet 73 taifaga bölünüp ketidi. Hammalari özünü musulmonman deydi. Ama 72 taifasi devzaqda qolgan biri cennetde boludu. İmam Ahmed İbn Hanbal'ның musnadlarida ve başka hadis toplamlarida şundaq keltirilgan. İmam Tirmizi rivayetlerida bo'lsa, hammasi devzaqda, magar bir millet cennete, ula mening ve ashabilerimning yolunu tutganlar deyilgan. Ve İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Ahmed ibn Hanbal musnadlarida rivayet qilgan ve İmam Nasai sunanlarida keltirgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bo'lganda bütün millet taqaq chechilangu holati edi. Hamma xalqlar turli ko'z qarash va fikrlar bilan yashaydi. Ko'pinchilari millatchilik davosida edi. Millatchilik jahiliyat alomatlaridandir. Hozirgi vaqtda ham xalqlarning ko'pchiligi millatchilik davosi bilan yashayotidi. Ya'ni O'zbek, Qirg'iz, Tatar, Tojik, Uyg'ur, Qozoq, Türkmen ve hakaza başka milletçilik ruhida yaşayotidi. İslam kelgan vaqtda ham ana shu milletçilik yani jahiliyat ruhi odamlarga hukmron bo'lgan edi. Shuningdek, buningga o'xshagan fikrlar ko'p edi. İslam keldida kimiki milletçilik ve irqchilikqa chaqirgan bo'lsa, bizdan emas degan shuarni e'lon qildi. Hem kim asabiyat asosida jang qilgan bo'lsa, bizdan emas dedi. Her bir asabiyat irqchilik ruhini ko'tirib tashladi. Mana shundan boshlab asabiyat ruhi ko'tarildi. İslam ruhi barpo bo'ldi. Millatchilik ketdi. İslam shu ruh fikri bilan yer yuziga tarqaldi, birodarlar. Mana bu bizning diyorimizga islomning tiz kelishining siri. Chunki odamlar bu islom diniga kelishi bilan o'zlarida hech qanday haqoratni his qilmadi. Har qanday millat bu dinga kirib, shu dinda ulug' bo'la oladiganligini tushunishdi. Shuning uchun mana shu ruh bilan bo'linish yo'qoldi. Shuning uchun islom dushmanlari musulmonlarni bo'lib etish, ya'ni islom kelgan vaqtda tunji yo'qotgan narsasini elib kelish bilan maqsadlarga yetdi. Bu narsa qavmiyya, ya'ni millatchilik ruhi edi. Mana shu millatchilik ruhini elib keldi. Shu millatchilik ruhi bilan kishilar o'zlari musulmon bo'lib turib, boshqa musulmon bo'lgan millatlardan ayrilib yashash paydo bo'ldi.
Payg'ambar alayhissalom ilib kelgan islom ruhi bilan hamma bir butun kishiga aylandi. Musulmonlarning bugungi holatiga qarab odamlar musulmonlar birlasholmaydigan millat deb aytmasin. Musulmonlarning dushmani tarafidan aytilgan bu gaplarni takror qilib yurmasin. Chunki bu xalqlarni islom birlashtirgan. Xalqlarni bo'lib o'tgan narsa haqiqiy islom ruhining xalqlardan ko'tarilganligi xolos. Haqiqiy islom xalqlar orasida tushunishlik bo'lsa, hech qanday bo'linish bo'lmaydi. Mana Payg'ambar alayhisalom mush hadisni aytganda musulmonlarning taqilishi musulmonlarning esidan ko'tarilib ketgan, ya'ni ular bir butun millatga aylangan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu vaqtda ogohlantirib, ogoh bo'linglarki, sizlardan ilgariki ahli kitoblar 72 fariqa toifga bo'linib ketgan edi. Bu ummat 73 toifaga bo'linib ketdi. Ular hammalari musulmonman deydi. Ammo 72 toifasi dovzaxda, qolgan biri jannatda bo'ladi dedilar. Shu so'z aytilgan vaqtda ular bir butun millat edi. Ammo Rasululloh ashu millat, ya'ni o'zini musulmonman deb atagan millatni 73 toifaga bo'linib ketdi deb ogohlantirdi. Ular jamoa edi. İmam Tirmizi rivoyatlarida hammasi do'zaxda, magar bir millat jannatda deyilgan. Kim o deganda javob berilib, mening yo'limni tutganlar va ashabilarimning yo'lini tutganlar nijot topgan millat dedi. Bizga Payg'ambar alayhissalom bu asosni bayon qilib qo'ydi. Bu hadis sharifini aytganda millat bir millat edi. Ikkiga bo'lingan emas edi, birodarlar. Hatta bo'linishni bular ajab sanashgan edi. Chunki islomla bo'ladigan bo'linishlikning hech iloji, yo'li yo'q edi, birodarlar. Islom ruhi yo'qoldi, nomi qoldi. Buning bilan biz xohlayli, xohlamayli bu millatni bilayli yoki bilmayli, millat 73 firqaga bo'linib ketdi, birodarlar. Payg'ambar alayhissalom ogohlantirgan narsa dunyoda vujudga keldi. Ammo bir millat qiyomatgacha davom etadi. Payg'ambar alayhissalom buning bishoratini bergan. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo jannat qiladigan ashu yegona millatdan bo'lish uchun ko'zimizni ochishimiz kerak. İmam Muslim rivoyatlarida Payg'ambar alayhissalom ummatimning bir toifasi haqda g'olib bo'lib ketaverdi, ya'ni doim haqning ustida bo'ladi. Ularning har bir harakati haqlikni ko'z tutib turdi. Ularni tashlab ketgan odamlar ziyon yetkazolmaydi. Chunki haq tutganlar bilan turish har kimga nisb bo'lmaydi, birodarlar. Hamma havoyi havasdan voz kechish kerak. Hatto Allohning buyrug'i, ya'ni o'lim kelguncha ular haqda zohir bo'lib davom qilaverdi. Payg'ambar alayhissalom ummatimning bir toifasi shundoq bo'lib qoladi dedi. Mana bu Payg'ambar alayhissalomning bishoratlari. Bu toifa Allohning hujjatidir. Shu hujjat bilan odamlarga qiyomat kuni azob berdi. Shu hujjat bilan ahli jannatni jannatga kirgizdi. Shu hujjat bilan ahli dovzaxni dovzaxga kirgizdi. Shu vaqtda men haqni qila olmadim degichilarga mana bu toifaning shu davrda haqchi ekanligi hujjat bo'ladi, birodarlar. Payg'ambar alayhissalom mana bu hadis muborakni o'qidi. Shunda qo'li bilan yerga bir siziq sizdi. Ham bir to'g'ri siziq sizib, bu
Allah'ның to'g'ri yo'li dedi va shu to'g'ri siziqning ikki yiniga o'ng va so'l taraflarga ko'p siziqlarni sizib chiqdi. Mana bu ikki chetdagi har bir yo'lning ustida bu yoqqa deb chaqirib turadigan shayton bor dedi. Ham bular ichida shaytondan xoli bo'lgan yo'l yo'q. Ular doim chaqirib turdi. U shayton uxlab yoki beparvo bo'lmaydi. Yed'u ilayhi doim chaqirib turdi. Ya'ni Allohning to'g'ri yo'lining atrofida chiqqan yo'llarning hammasi shaytonning yo'li dedi va keyin ya'ni bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib, dovzaxdan saqlanishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi degan mazmundagi oyatni o'qidi. Shuning uchun biz nijot topquchi jamoa haqidagi ba'zi bir alomatlarni bilishimiz kerak. Men shu o'rinda odamlarning ko'pinchilari nomlarini zikr qilib, islomga zid tamomiy narsalarni nisbat berib yurgan va u kishi tavhidga chaqirgan bo'lsa, shu kishiga tuhmat bilan aytilgan so'zlarga ishinib yurgan bir kishining so'zlarini naql keltirishni munosibroq deb bildim. Abdul Qodir Jeylani hayotida yakki Allohga ibodat qilishga tavhidga chaqirgan zotdir. Bu kishining mashhur kitoblaridan G'uniya degan kitoblari bor. Abdul Qodir Jeylani bizning diyorlarimizda G'avsul Azam nomi bilan atalgan. Abdul Qodir Jeylani odamlarni yegani Allohga chaqirgan, shirkdan to'sgan zotdir. Mana shu zot Firqin Nozi haqida G'uniya kitobida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan 73 toifaning ichida ahli jannat bo'lgan toifa, ya'ni nijot topquchi toifa ahli sunna val jamoadir. Ahli sunna val jamoaning bir nomidan boshqa nomi yo'q. Ular ashabul hadis, ya'ni hadisga amal qilganlardir degan. Birodarlar, hamma odam o'zini ahli sunnat val jamoaman deydi. Daraxtga sig'inishgan kishilar ham o'zini ahli sunnat val jamoat deydi. Agar ularning ig'izidagi da'volariga qarasak, dunyoda ahli sunnat val jamoatdan boshqa odam qolmaydi. Abdul Qodir Jeylanidan Alloh rozi bo'lsinki, hamma o'zini ahli sunnat val jamoatman deb da'vo qilib yurganda, Alloh bildirgan ilm bilan mana shu so'zni aytdiki, ahli sunnat kim? Ahli sunnat val jamoatning bir nomidan boshqa nomi yo'q. Ular ashabul hadis, ya'ni hadisga amal qilganlardir. Abdul Qodir Jeylani bu ahli sunnat val jamoat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir sahih hadis rivoyat qilinganda, bu hadisni ilib hamma ro'yidan, hamma odamlik fikrdan voz kechib, shu hadisga amal qilgan kishilar nijot topquchi kishilardir deb aytgan ekan. Abdul Qodir Jeylaniga tuhmat bilan shirik kalimalarini nisbatlagan. Tuhmat qilgan kishilar qiyomatda javob berdi. Odamlar Isa alayhissalomning ismi bilan Isa alayhissalomga ibodat qilishib, u kishining onalariga ibodat qilishib ketgan. Mana nasoralar hammalari Isa alayhissalom elib kelgan dindan voz kechib, bu kishiga va onalariga ibodat qilishga shuncha sig'inib ketishgan. Ular Isa alayhissalomni Alloh degani yo'q. Ba'zilar Allohning o'g'li deyishdi. Ba'zi nasoralar Alloh bilan bizning o'ttirimizda bizga shafaat qilib, himoya qiladi deyishdi. To'g'ri, payg'ambarlar qiyomat kuni shafaat qilishdi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning izni bilan shafaat qiladi. Payg'ambarlar Allohning izni bilan Alloh martaba bergan zotlar ahli tavhidlarni shafaat qiladi. Shirk ahlini bo'lsa hech kim shafaat qila olmaydi, qarindoshlar. Shirk sodir bo'lgan kishiga hech kim shafaat qila olmaydi. Alloh shirkni hech qachon kechirmaydi. Firqin noziya, nijot topquchi jamoat tavhidni eng birinchi o'ringa qo'ydi. Ibodatda Allohdan yordam so'rashda, duo qilishda, goh qattiqchilik, goh yumshoqchilik vaqtlarda biror qurbonlik qilishda, nazr qilishda, tavakkul qilishda, bularda Alloh subhanahu va taolaning yakki o'ziga ibodat qiladi. Ya'ni Allohga ibodat qiladi. Allohdan yordam so'raydi. Allohga duo qiladi. Allohgagina qurbonlik qiladi. Allohgagina nazr qiladi. Allohgagina tavakkul qiladi va Alloh tushirgan hukm bilan hukm qiladi. Shuningdek, ibodat ma'nosining hammalarini yakki Allohgina qiladi. Mana bu nijot topquchi jamoaning belgilarining ba'zisidir. Nijot topquchi jamoa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlarini ihyo qilishidir. Ibodatlarida, suluklarida va yo'linishlarida, hayotlarida va shu sunnatlarni ihyo qilish bilan odamlar o'rtasida g'arib bo'lib qoladi. Ular haqiqiy sunnatni ihyo qilayotgan vaqtlarida masxaralarga duchor bo'ladi. Islom g'ariblik bilan boshlangan va g'ariblikka qaytadi. Imom Muslim rivoyatlari. Islom g'ariblik bilan boshlangan. Islom kelgan vaqtda hamma odam kuldi. Faqat yakki Allohga ibodat qilishga bizni chaqirib kelsa, qabul qildik. Ular shamolga, daraxtlarga, yomg'irga, qorga, alohida yerga, osmonga, hamma narsalarga birdan iloh tayin qilishib olgan edi. Shamol chiqsa, shamol ilohiga, yomg'ir yog'sa, yomg'ir ilohiga sig'inishatdi. Har bir jahiliyatda mana mushuninga o'xshash o'z mavsumlariga xos bir amallar bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom tavhidni ilib kelganda g'arib bo'ldi va g'ariblikka qaytdi dedi. Hozir ham yegani Allohga ibodat qilishga da'vat qilinadigan bo'lsa, inson g'arib bo'lib qoladi. Nihoyatki sen bilib butun xalqlar bilmamdi deyildi. G'arib kim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilgan kishi bid'at ahllarining ichida g'arib bo'lib o'ltirdi. G'arib kim? G'arib Allohning o'ziga ibodat bilan bo'layotgan yigitki, bütün havo ahlilarining ichida kiyim-kechak, boshqa hamma narsada islomga ergashmasdan odamlar tuzgan yo'llarga ergashib ketayotgan odamlarning ichida islom har bir soatda nimani hukm qilgan bo'lsa, hammasini qilaman deb turgan yosh yigitlar xususan g'aribdir. Islom shu g'ariblikka qaytdi dedilar. Hozir islom haqiqatda g'arib bo'ldi, birodarlar. Haqiqiy islomni o'zida mujassamlashtirgan kishi odamlar o'rtasida g'aribdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblarga muborak bo'lsin, jannat bo'lsin deb duo qildilar. Ba'zi rivoyatlarda odamlar buzilganda o'zini salohiyatli qilib o'nglab yurgan g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Nijot topquchi jamoa
Allah'ның kalamını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ma'sum bolgan sözlerini mahkem tutudu. Başka adamlarga nispeten Adem perzenti bolsa xata qilg'uchi. Xata qilg'uchilarning eng yaxshisi tavba qilg'uchilar deb e'tiqod qiladi. İmam Malik aytganidek, hamma odamning so'zi elinadi yoki tashlanadi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari albatta elinadi. Ba'zi rivoyatlarda qabrlarning oldida turgan ekan, bu qabr egisining so'zi albatta elinadi degan ekan. Nijot topquchi jamoaning belgilaridan yana biri mujtahid imomlarning hammasini hurmatlaydi. Hamma mujtahid ulamolarga hurmat bilan qaraydi. Birsiga hurmat bilan qarab, boshqasiga hurmatsizlik qilmaydi. Bizning diyorlarimizda bo'lsa, bir imomga hurmat bilan qarab, boshqalarga hurmatsizlik bilan qaraydi. Undan tashqari u hurmat ham jahilona hurmatdir. U kishidan rivoyat qilingan so'zni hech tekshirmaydi. O'zi anglagan narsani bilgan qilib, shuni imomga nisbatlab ishinaverdi. Hamma mujtahid imomlarga hurmat bilan qaraydi. Mana shu yerda bir to'xtalib o'tmoqchiman. Nijot topquchi jamoalar ba'zi bir diyorlarga borganda musulmonman deb yurgan kishilar o'zlarining hamma mujtahid imomlarga ehtirom qilganligining belgisini ko'z tishmaydi. Navoda o'zi hurmat qilib turgan imomdan boshqasiga iqtidor qilishga to'g'ri kelib qolsa, iqtidor qilmasdan yashaveradi. Hamma imomlarga ergishimiz degan so'zi bilan iqtidor qilmasligi mutlaq bir-biriga zid narsadir, birodarlar. Mana bu narsa islom millatini bo'lib tashlagan narsa. Nijot topquchi toifa hamma mujtahid ulamolarga, mujtahid imomlarga hurmat bilan qaraydi. Undaqda ularning hammalariga iqtidor qilib, ularni hurmat qilishning ma'nosi nima? Ba'zi bir kishilar hamma mazhablarga unaymiz deydi. Lekin boshqa mazhabdagi kishini ko'rsa iqtidor qilmaydi. Dunyoda buningdan katta hurmatsizlik bormi, qarindoshlar? Nijot topquchi jamoa ma'ruf ishlarga buyurdi, munkardan qaytirdi, bid'at yo'llarini inkor qildi va millatni bo'lib tashlaydigan jamoalarni inkor qildi. Hamma jamoalar kitobi sunnatga chaqiramiz deb tashkil topadi, birodarlar. Lekin tashkil tepish haqiqiy bir kitobi sunnatga chaqiradigan bo'lsa, o'ttirlarda qarma-qarshi bo'lmasligi kerak edi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nijot topquchi jamoani mening va ashabilarimning yo'lini tutgan kishilar deganlar. Nijot topquchi jamoaning belgilaridan biri Allohning hukmini haqiqiy hukm deb biladi. Boshqa odamlar tarafidan hukm qilingan hukmlarni tan olmaydi. Bular bilan bo'lgan hukmni shirik deb biladi. Allohning hukmi bilan hukm qilishlik bu haqiqiy islom deydi. Allah Qur'onda, ya'ni kimiki Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Ya'ni Allah nazil qilgan bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Ya'ni Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir dedi. Ular ana shundoq e'tiqod qiladi. Odamlar tarafidan tuzilgan hukmlarning hammasini botil deb biladi. Allah tarafidan kelgan hukmgina haqiqiy hukm va islom deb biladi. Nijot topquchi jamoaning belgilari tavhidga tili, qalami va o'zining harakati bilan hammani shu tavhidga chaqirdi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber bergen musulmonlar o'ttirisida sodir bo'ladiganligi to'g'risida xabar berib, ummatimdan bo'lgan bir necha qabilalar mushriklarga qo'shilib ketmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni ummatimdan ko'p qabilalar mushriklarga qo'shilib ketadi va ummatimdan ko'p qabilalar avsan butlarga sig'inib ketadi degan. Bizning davrimizda butlarning shakli o'zgarib ketyapti, birodarlar. Jahiliyat davridagi butlar Allohni inkor qilgan kishilarning ramzi, haykal, obidisi emas, balki solih kishilarning ramzlari edi. Jahiliyatdagi Vad, Sula, Yag'uz, Yauq, Nasr, mana bularning hammasi Nuh alayhissalomning davrida Alloh subhanahu va taolo nijotlik bergan, kiyimida salomat qolgan solih kishilarning ramzi, haykal, obidisi edi. Kishilar mana bu ramzlarni qilishib, shularga ibodat qilishgan edi. Bizning davrimizga kelib butlarning shakli o'zgarib bormoqda, birodarlar. Butlarning shakli har xil bo'ladi. Ba'zi kishilar but deb buloqlarga, daraxtlarga, quyoshga va boshqaga sig'insa, ba'zi dinsiz odamlar mutlaq Allohni inkor qiladigan dinsiz shakllarga sig'inadi. Undan boshqa, ya'ni solih o'tgan kishilarning shakllariga ham sig'inib ketyapti. Biz bularning hammasini bir sabga qo'yib, hammasini but deymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xabar berganki, ummatimning bir necha qabilalari shu butlarga ibodat qilib ketadi. Nijot topquchi jamoa mana bu narsalarning shirk ekanligini bayon qiladi. Nijot topquchi jamoani ko'p odamlar dushman tutadi, birodarlar. Ularga bo'hton qilinadi. Kishilar ularni har xil laqamlar, nomlar bilan atishadi. Nijot topquchi jamoaga va Rasulullohga ergashganligi sabablik Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga va sahobalarga tuhmat bilan aytilgan nomlar bilan ham atiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni kishilar majnun, sarong deyishadi. Shu Abu Kabshaning o'g'liga ergishimizmi deyishadi. Abu Kabsha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tarbiyasiga olgan uydagi kishining nomi edi. Va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sabih, ya'ni ota-onasining yo'lidan voz kechgan deyishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni shu nomlar va boshqa nomlar bilan atishadi. Abu Hamidin G'azzali bir odam xalq orasida sarong, majnun deb atalsa, uning parvo qilma. Ya'ni e'tiboringni qaratma degan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni odamlar sarong, majnun deyishadi-yu, agar kim haqiqiy Allohning bandasi bo'lib, haqiqiy islomni hayotiga tatbiq qilsa, mana shu nomni hayotida oladi degan ekan. Haqiqatda ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga ergashgan kishilar shu nomlarni olgan, birodarlar. O'limalarning ba'zilaridan nijot topquchi jamoa kim deb so'ralganda aytgan ekanki, salaf solihinlarning yo'llari asosida yurgan har bir kishi nijot topquchi jamoadir. Salaf solihlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va ashablarining yo'llarida yurgan kishilar nijot topquchi jamoadir degan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarini hozir aytib o'tdik. Ummatimning bir toifasi haq ustida bo'ladi. Ularga o'lim kelguncha
bularni tashlab ketgan kishilar ularga ziyon yetkazolmaydi. Abdulloh ibn Muborak nijot topquchi jamoa mening fikrimda hadis ahlilari degan ekan. Imom Buxoriy Ali ibn Madindan rivoyat qilib, nijot topquchi jamoa ashabul hadis degan ekan. Ahmad ibn Hanbal agar nijot topquchi toifa ashabul hadis bo'lmasa, ularning kimligini men bilmayman degan ekan. Mana bu nijot topquchi jamoaning alomatlaridan ba'zilaridir. Allah haq subhanahu va taala hammamizni ham nijot topquchi jamoalardan qilsin. Amin. Nijot topquchi jamoalarning belgilaridan birinchisini aytib o'tdik. Ular yakki Allohga ibodat qilishidi va Allohga ne inson, ne jin, ne oy, ne kun, ne daraxt, ne tosh va hokazo narsalardan biror bir narsani shirk qilishmaydi. Ve bu şirkni, imanni, islomni sundirguchi narsa deb bilishidi. Biz endi shirkning ba'zilari ustida to'xtalmoqchimiz. Xuddi tahoratni sundirguchi narsalar bo'lganidek, iymon, islomni ham sundirib yo'qotguchi narsa bo'ladi. Bu narsa insonda sodir bo'lishi bilan tahorati sunadigan narsa sodir bo'lgan kishiga tahorat yengilishi zarur bo'lgandek, iymon va islomga zid bo'ladigan narsalarni qilgan kishi iymonini yengilmoqligi kerak. Iymonga zid bo'ladigan narsalar tekshirish orqali 4 qismga bo'lindi. Birinchi, Rabb subhanahu va taolaning vujudini, borligini inkor qilish. Ikkinchi, ma'bud Allohning yeganligini inkor qilish yoki shirk bilan ibodat qilish. Ya'ni birinchi, olamni tarbiyat qiluvchi zotni inkor qilish. Bu shirk kufrdir. Ikkinchi, yegona ma'budni inkor qilish yoki shu yegona ma'budga ibodatda boshqa narsani ham shirk qilishdir. Üçüncü, Allah'ın isim sıfatları, Esmaul Husna, bularni inkar qilish. Yani Allah subhanahu wa ta'ala öz kalamida ispat qilgan sifatlarni inkar qilish. Dördüncü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin risaletini inkar qilish. Mana bu narsalar qaysi bir iymonni da'vo qilgan kishidan sodir bo'lsa, iman, islom buningda qolmaydi. Xuddi tahoratni sundiradigan narsalar sodir bo'lganda tahoratni yengilash kerak bo'lganidek, iymonini yengilishi lozim bo'ladi. Rabb taolaning vujudini inkor qilish, na'uzubillah, Allah o'zing buningdan saqlag'aysan, bu otizmchilarning inkoridir. Ya'ni ular yaratquchining vujudini inkor qilishidi. Olamni va hayotdagi tasodifiy narsalarning hammasini o'z-o'zidan vujud qilgan deyishidi. Yaratilish va olamda sodir bo'layotgan hamma narsani tasodifiylik va tabiiy o'zgarish, ya'ni tabiatga taalluq deb bilishidi. Bundaq odamda u mayli Alloh mila xonadonida tug'ilgan bo'lsa ham iymon bo'lmaydi. Olamning boshqarilishini tabiatga va tasodifiylikqa nisbatlagan Rabb taolani, Xoliqni inkor qilgan odamda agarki u salla kiyib olgan bo'lsa ham iymon yo'q. Farq shunchalik bo'ladiki, u sallilik kofir bo'ladi. Shuni bilib olishimiz kerak. Yaratquchini inkor qilgan, olamdagi qonuniyatlarni Alloh taolaning boshqaradiganligini inkor qilgan odam kim bo'lishidan, qaysi xonadonda bo'lishidan qat'iy nazar
onun kafirligida shak shubha yo'q. Qur'oni Karimda hamma shayini Alloh yaratdi. U butun mahluqotlarni yaratdi deyiladi. Bundaq odam holvadan but yasab, qarni to'qliqida ibodat qilib, osh vaqtida yivagan. Biror joydan 4 dona tosh topsa, chiroyliqroqini ilib, uningga ibodat qilib, qolgan 3ni yer ustiga qo'yib, qora qozon isib, tomoq qiygan yoki uni ham topolmasa, qo'yning sutini seg'ib, shundan loy yasab, bir but shaklida bir narsani qilib, shuning ibodat qilib yurgan yoki sutini topolmasa, uning bavli bilan loy qilib, shuningga bir narsa yasab, ibodat qilib yurgan mushrikdan ham battarroqdir. Chunki bu mushrikdan olamni kim tarbiya qiladi deb so'ralsa, Alloh deb javob berdi. Koinot va yerni kim yaratgan desa, Alloh deydi. Koinot va yerni kim boshqardi desa, Alloh deydi. U xil kishilar mana shu jahil mushrikdan ham battarroqdir. Agar uning unvoni katta ilmiy unvon bo'lsa, farq shuki, u aqlli kafir deb aytiladi. Farq shu, butun aqlini jaholatga sarf qilgan. Chunki u mushriklardan. Ya'ni agar sen ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular seg'ingan narsalarni o'zlari bilan Allohning o'tirisida vosita deb bilishadi. Shuning uchun mushrik bo'lgan. Ular balki bu shaytondan ham battarroqdir. Chunki shayton o'zini Alloh yaratganligini e'tirof qilgan. Ya'ni iblis, men uningdan ortiq, meni o'tdan, uni loydan yaratdim dedi. Ya'ni shayton yaratilganligini tan oldi. Bu birinchi qism alhamdulillahi robbil alamin iymonni da'vo qilib yurgan kishilarda kam tepiladi. Ya'ni bu bizning xalqimizda bakmi kam tepiladi. Lekin ikkinchi qism yagona ma'budni inkor qilish yoki yagona ma'budga ibodat qilib boshqa narsani shirik qilish, mana bu islom millati deb atalgan xalqlar mubtida bo'lgan narsadir. Bu yerda boshqa narsani shirik qilgan kishilar turlikdir. Ba'zilar kunga ibodat qiladi, ba'zilar oyga ibodat qildi, ba'zilar yulduzga, daraxtga, jinga, go'yoki boshqa hali aytib o'tgan mahluqotlarga ibodat qildi. Ular foyda ham ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilishdi. Bu ibodatlar avvalda Qur'oni Karimda mana Alloh subhanahu va taolo kunga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar, daraxtga sajda qilmanglar, yulduzlarga sajda qilmanglar, tog'larga sajda qilmanglar, ularga sig'inmanglar, balki bularni yaratgan yakki Allohga sajda qilib ibodat qilinglar dedi. Mana bu narsada hatto avvalgi vaqtdagi mushriklar ham hozirdagi mushriklar beshiga ig'ir musibatlar yetgan vaqtda yakki Allohga ibodat qilishdi. Boshlariga bir musibat tushib qolsa, bir mashinada yoki bir katta kemalarda ketayotgan vaqtda bir halokatning dahshati kelsa, yakki Allohga sig'inishdi. Ham faqat o'zingdan boshqa panohim yo'q deydi. U musibatdan qutulgandan keyin boshqa narsalarga sig'inib ketaverdi. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'onda, ya'ni ular kemaga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Allohga kamoli ixlos bilan iltijo qiladi. Alloh ularni omon eson quruqlikqa chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirgan Allohni unutib, nagahan Allohga shirik keltirdi deydi.
Kiyimini ketib borsa, kiyimini dahshat bosganda, katta bir suvda pista purchoqdek turgan insonning esiga biror bir narsa kelmaydi. Hayotidagi seg'inib yuradigan narsalarning hammasidan voz kechadi. Nijot topganda bo'lsa, quruqliqdagi mushriklikini davom etishidi. Shunga agar ular qiyinchilik yo'q vaqtida ham yegani Allohni seg'inishni vujudga keltirishmasa, qiyinchilik vaqtidagi yegani Allohga seg'inishlik bilan insonlar komil mu'min bo'la olmaydi. Ba'zi bir kishilarga shirik bayon qilinsa, biz buni Alloh deb seg'inmaymiz, yaratquchi deb seg'inmaymiz, o'zimiz bilan Allohning o'tirisini yaqin qiladi deb seg'inishimiz deyishidi. Shuning uchun biz ularga mushriksizlar deb javob qilamiz. Alloh Qur'onda, ya'ni Allohni qo'yib butlarni himoyachi qilib olganlar, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir deydi. Allah haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqardi. Allah haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilguvchini hidoyat qilmaydi, deydi. Demak, o'zi bilan Allohning o'tirisini yaqin qiladi deb ibodat qilishning o'zi mushrik. Payg'ambar alayhissalom mana shu kishilar bilan 23 yil kelishmedilar. Ashabilar ham hayotida mutlaq kelishmedilar, birodarlar. Payg'ambar alayhissalom kelishmagan ashu kishilar Allohni inkor qilmaydi. Ular Allohni bor yaratquchi deb e'tirof qilishadi. Allah subhanahu va taala koinot va yerni boshqardi deb bilishadi. Allah rizq berdi deyishadi. Hozirgi vaqtdagi odamlar hatto rizqini Allohga nisbatlashmay qo'ydi. U mushriklar Allah rizq berdi, Allah o'ltirdi, Allah terildirdi deyishadi. Lekin o'zlari bilan Allohning o'tirisida vosita qilganliklari uchun mushrik bo'ldi va shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ular bilan jihad qildi. Shuningda o'lgan kishilar shahid bo'ldi, o'ltirgan kishilar osiy bo'lishdi. Allah va uning rasuli 23 yil kelisholmagan narsalar shu shirk bo'ldi. O'tgan payg'ambarlar ham butun qavmini yegani ma'budga sig'inishga da'vat qildi. Biz mana shuni yaxshi anglamoqligimiz kerak. Alloh haq subhanahu va taologa duo qilish ibodat. Shu duoni boshqaga qilish ibodatni boshqaga qilishdir. Duo ibodatning jumlasidandir. Imom Tirmiziy rivoyatlarida hadis sharifda hukm ibodatdir. Allah Qur'onda, ya'ni ibodat va din borisidagi barcha hukmlar faqat Allohga mansub. U sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ri dindir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi, deydi. Demak, hukm Allohning hukmidir. Boshqa odamlarning hukmini tan elish, e'tirof qilish bu shirkdir. Agar Allohning hukmini inkor qilib turib, inkor qilgan holatda hukm qilsa, dindan chiqadi. Abdullah ibn Abbasdan bir rivoyat borki, Allah subhanahu va taolo tushirgan hukmni inkor qilsa kofir bo'ladi. Iqror bo'lib turib, boshqa hukm bilan hukm qilsa, zolim, fosiq bo'ladi. Allah subhanahu va taolo tushirgan hukmni inkor qilsa kofir bo'ladi deganni Abdullah ibn Abbasning tafsiri bilan ta'vil qilishdi. Ya'ni kimki o'zi iqro bo'lib, o'zi qilolmasdan Allohning hukmini men qilolmadim, iqrorman degan vaqtda zolim va fosiq bo'ladi. Agar inkor qilsa, endi Qur'onning hukmlari bu davrga mos kelmay qoldi, na'uzu billah.
boshqa hukmlar kerak desa, buning kofir bo'lishida shak shubha yo'q. Buni yaxshi bilib olishimiz kerak. İmanni yo'qotishga, ya'ni sundirishga sabab bo'ladigan narsalarning biri Allohning hukmiga rozi bo'lmaslik yoki Allohning hukmi bo'lgan vaqtda qalbi va yuragining siqilishidir. Allah Qur'onda, ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbim bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi da'talashqa, seni hukm chiqarishga taklif qilmoqcha, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi deydi. Sura Nisa 65-oyat. Allah subhanahu va taolaning hukmini yoqtirmasligi bu ham iymonga zid bo'lib, iymonni sundirdi, iymondan chiqirdi. Tahoratni sundiradigan narsalar tahoratni sundirib, yangi tahorat elish kerak bo'lganiga o'xshaganidek, iymonni sundiradigan narsalarning biri Allohning hukmini yomon ko'rishdir. Allah Qur'onda, ya'ni kofirlarni Allah halak qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu shuning uchundirki, ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi, deydi. Allohning hukmini yomon ko'rish bilan Allah Teala uning amalini bekor qildi. Kofirlar Allah haq subhanahu va taala ularga yo'qolsin, uzoq bo'lsin deb ular halokatni duo qildi. Allah subhanahu va taala ularning amallarini g'oyib qiladi, yo'qotib tashlaydi. Allah tushirgan hukmni yoqtirmaganligi uchun Allah Teala ularning amallarini bekor qilgan. Allahning ism sifatlarini inkor qilish bu iymonga zid bo'lgan uchinchi narsadir. Mu'min kishi Allahning ismlarini ve kitab-ı sünnette, yani sahih hadislerde sabit bo'lgan sifatlarni inkor qilsa, bu adam iymondan chiqadi. Mana bu narsani bilib olishimiz kerak. Allah o'zining kalamida o'zining ismlarini ve sifatlarini zikr qildi. Bularni biz har qanday ta'vil qilmasdan qabul qilamiz. Allah her bir narsani bilib turg'ichi ekanligini o'zining kalomida yod qildi. Allah hamma narsani bilib turdi deb iymon keltirish, maxfiy narsalarni bilmaydi deyishlik, nauzubillah, iymonga ziddir. Iymondan chiqadi. Bizda Allah haq subhanahu va taolani ko'proq ta'vil bilan tushunib yurgan toiflar ko'p. Biz bu toiflarni yo'qotishimiz kerak. Allah haq subhanahu va taolaning qodir ekanligi, terik ekanligi, anglag'uchi va ko'rguchi ekanligi, mutakallim, so'zligichi, kalom sifati va hamdul ekanligi va o'zining arshida, ya'ni oliy ekanligi, mana mushularning hammasiga iymon keltiramiz. Va Allah haq subhanahu va taolaning dünya asmanaga kechining 3-qismida tushishi haqida iymon keltiramiz. Chunki bu hadislarda sabitdir. Allah haq subhanahu va taolaga, ya'ni Allohning qo'li ularning qo'lining ustidadir deb qo'l isbot qilganligi, ya'ni u kunda, ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashidir. Ular iymonini sinash uchun sajda qilishga chaqiriladi deb saqin kalimasi bizning tilimizda baldur deb aytamiz va hamda boshqa sifatlarining hammasini isbot qilamiz. Lekin u anglash, ko'rish a'zosi biz bilgan a'zo deb bilmaymiz.
onun kayfiyatining qandaqligini bilmaymiz. Bu kayfiyat bizga qorong'u deb e'tiqod qilamiz. Lekin sam anglag'uchi sifatini inkor qilamiz. O'zining ulug' varligiga loyiq sifat bilan anglaydi. O'zining ulug' varligiga loyiq sifat bilan so'zlaydi. O'zining ulug' varligiga loyiq sifat bilan ko'ridi. Lekin biz bularni ta'vil qilmaymiz. Allohdan boshqa ta'vilini biladigan yo'q deb bilamiz. Mana bu narsalarda Allohning kalomida, payg'ambar alayhisalomning sahih hadislarida sabit sifatlar, ismlarning hammasini isbot qilamiz. Birarsini inkor qilmaymiz. Bularning birasini inkor qilish bu iymonga ziddir, birodarlar. Mana bu narsalarni biz mukammal bilmakligimiz lozim. Lekin biz bularning kayfiyatini bilmaymiz. Alloh taolo har bir narsani bilib turg'ichi, qanday kayfiyatda biladi, buni biz bilmaymiz. Tavil mulohiza qilib o'ylanmaymiz. Tavil qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo ba'zi xususiy sifatlarga xos bo'ldi. Buningga hech bir maxluqotni shirik qilmadi. G'ayb masalasida Alloh Qur'onda, ya'ni g'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi deydi. G'aybni hech kim bilmaydi. Xususan 5 g'aybni hech kim bilmaydi. Ba'zi g'ayblarni o'zining rasuliga bildirdi. Rasul Alloh tarafidan kitob nozil qilingan payg'ambardir. Nabiy bilan rasulning farqida mana nabiy Alloh haq subhanahu va taolo tarafidan kitob tushmagan. Rasul Alloh haq subhanahu va taolo tarafidan kitob, suhuf tushgan payg'ambardir. Faqat rasuligina Alloh o'zi bildirgan ba'zi g'aybni biladi deyiladi. Buningga hujjat Allohning Qur'ondagi, ya'ni Alloh g'aybni bilgichidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Alloh o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va oqisiga kuzatgich farishta selib qo'ydi. E'tiqodimiz shu g'aybni hech kim bilmaydi. Bilsa Alloh bildirgan rasuligina ma'lum g'aybni biladi. Ammo 5 g'aybni, qiyomat kunining qachon bo'lishi, yomg'irning yig'ish vaqti, onaning qo'sig'idagi bola qandoq, ati nima ishning yuz berishi va insonning qayerda o'lishini hech kim bilmaydi. Payg'ambar ham bilmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xos bo'lgan ilmidir. Mana bu 5 g'aybning hammasini Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xos deb bilamiz va buningga hech kim shirik emas deymiz. Boshqa ba'zi g'ayblarni o'zining rasuligina ko'rsatdi. Rasulidan boshqa hech kimga g'aybini ko'rsatmaydi. Agar biror kishi biror bir avliyo g'aybni biladi desa, shu vaqtda dindan chiqadi, birodarlar. Mana bu narsani biz mukammal bilishimiz kerakdir. Bu Alloh subhanahu va taoloning, payg'ambar alayhisalomning so'zidir. Alloh rasuliga ba'zi bir g'aybni bildirdi. Bildirgan soatda shuni bilishi bilan boshqa g'aybni biladi deb e'tiqod qilish xatodir. Men shu yerda payg'ambar alayhisalomning bir voqeasini misol qilib keltiraman. Ashab-ı kiramlar o'ttirisida bo'lgan bu voqea bir ig'ir bo'lgan voqea edi. Kishilar bizning ajdodimiz mundaq bo'lgan ekan, hatto ajdodlarining teriklarini bilishdan tashqari
qabrlarda ham hamma narsani bilib turdi deb da'vo qilishidir. Bular hammasi shirkdir, birodarlar. Payg'ambar alayhisalomga Alloh ba'zi g'ayblarni bildirdi. Bildirmagan soatda u inson bo'lib yashirdilar. Payg'ambar alayhisalomning eng so'yimlik ayoli Aisha Siddiq onamizga bo'hton bo'ldi. Safvon ibn Muattal degan sahobiga nisbatlab bo'hton bo'ldi, birodarlar. Payg'ambar alayhisalomni Safvon ibn Muattal nihoyat yaxshi ko'rdi. Safvon ibn Muattal omonatlik bo'lganliklari uchun biror bir tushib qolgan narsalarni ilib yetkizib keldi deb Payg'ambar alayhisalom uni lashkarlarning orqasida mang'izatdi. Aisha Siddiq onamiz uzoq joyga tahoratga borganligi sababli o'zining taqinchoqlarini, marmarlarini yo'qitib qo'ydi va shuni istash bilan avora bo'lib qoldi. U kishi selingan havdaj hijob bilan o'ralgan edi. Ko'tirib apag'an kishilar havdajning ichida Aisha Siddiq onamiz bor deb o'ylab, havdajni ko'tirib to'gining ustiga selib qo'ydi. Rivoyat qilindiki, u vaqtdagi ayollar undaq badanlari nihoyat yo'g'on emas edi. Chunki ular Payg'ambar alayhisalomning xususiy xonadonlarida o't yiqilmagan, tomoq etilmagan holatda yashaydi. Ya Aisha Siddiqi nima yeysizlar deganda asvadan xurmo bilan suv degan ekan. Aisha Siddiq onamiz havdajga kelsa hech kim yo'q. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom mening yo'qligimni bilsa odam avatidi deb o'rnidan qimirlamasdan turdi. Safvon ibn Muattal kelib bir ayol kishining qarsini ko'rdi. Shu an to'gini cho'ktirdi. Bir ig'izmi gap qilmasdan to'giga bu ayolni mindirib yetilib keldi. Payg'ambar alayhisalomdan hech ayb, chatoq tepish olmasdan turgan munofiqlar mana endi Aisha Siddiq onamiz haqida bo'hton qilishdi. Shu bo'htonga butun payg'ambarlarning sayyidi bu kishi hayron bo'lib qoldi. Hayron bo'lib qolganidan bir oy Aisha onamizga gap qilmadi. Aisha onamiz bu bo'htonni anglab kasal bo'lib qoldi. Kech kunduz yig'ladi. Rasululloh uningga marhamatlarni ko'rsatmadi. Hamma sahobalarga maslahat soldi. Bu kishi hayron bo'lib qoldi. U kishi buni tasdiqligini yo'q yoki yolg'on degani yo'q. Hayron bo'lib qoldi. Aisha Siddiq onamiz og'rib qolganligi sababli bu bo'htonni keyinroq anglagan edi. U kasal bo'lib qolganda Payg'ambar alayhisalomdan burunqidek marhamat ko'rmagandan keyin ota-onalarining yeniga berib kelishga ruxsat so'radi. Ruxsat bilan bordi. Ummu Mistah degan ayol Aisha Siddiq onamizga bo'htondan shu chaqda xabar berdiki, Aisha Siddiq onamiz bundan hayron bo'ldi-da, shu voqeani anglagandan keyin butkul badani titrab kech kunduz yig'ladi. Payg'ambar alayhisalom Aisha onamiz bilan ajrashmoqchi bo'ldi. Ana shu vaqtda ba'zilar bilan maslahat qilishga boshladi. Ali ibn Abi Talibga maslahat qildi. Aishadan boshqa ayollar ko'p, ya Rasululloh dedi. Lekin eng omonatlik, ya'ni ishonchli kishilarga maslahat soldi. Ya Rasululloh, bu pak ahlingiz, bu xonadonda tarbiya topgan ahlingiz dedi. Payg'ambar alayhisalom Alloh tarafidan vahiyni kutdi. Shuning bilan Aisha Siddiq onamizning yeniga kirib aytdi: "Ey Aisha, agar bir gunoh ish sendan sodir bo'lgan bo'lsa, Allohga tavba qilgin. Alloh tavbangni qabul qildi. Agar bunday gunoh ish qilmagan bo'lsang, Alloh haq subhanahu va taolo albatta seni oqlaydi." Payg'ambar alayhisalomning bu so'zi pok
bir inson anglashga bardoshlik beradigan so'z emas edi. Ya'ni bir odam pok bo'lsa, shu bir gunohni sen qilding degan gapni anglashga odam taqat qila olmaydi. Shunda Oysha Siddiq onamiz aytdiki, men agar gunoh ish qildim desam, tasdiqlaydigan, gunoh ishni qilmadim desam, tasdiqlamaydigan holatda bo'lib qolibsizlar. Mening ishim amdi Yaqub alayhissalom aytgandek, yaxshi sabrni elish. Men hech kimga bu haqda aytmayman deb o'rinib, boshqa yoqqa qarab yig'ilgan holatda yetib oldi. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalomga Sur Nurning shubhisizki sizlardan bir guruh odam Oyshaga bo'hton chopladi. Bu sizlar uchun yomon emasdir. Savr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Oysha Safvonlarning pokligi oshkor bo'ladiganligi uchun balki yaxshidir. Bo'hton choplag'uchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo berildi. Bo'htonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ldi degan oyati nozil bo'ldi. Allah subhanahu va taolo bu bo'htonni sizlarga ziyon emas, manfaat bo'ladi-ki, insonlar shundoq pok insonlarga bo'hton bo'lishi mumkinligini qiyomatgacha bo'lgan bashariyat insonlar jamoasi bilib olsin. Payg'ambar alayhisalomning pokiza bo'lgan Oysha Siddiq onamizdek ayollarga ham bo'hton bo'lishi mumkinligini, ayni shundoq pok insonlarga ham bo'hton bo'ladiganligini insoniyat anglab olsin dedilar. Buni tasdiqlashdan ehtiyot bo'lishga bir katta manfaat edi. Payg'ambar alayhisalomga oyat nozil bo'lsa, yuzlari oydan ham chiroyli bo'lib ketadi. Yuzlari ham chiroyli bo'lib kulib qiygan birinchi so'zlari shu bo'ldi. Ey Oysha, tug'ilganingizdan buyanqi eng yaxshi kun bilan xursand bo'ling. Alloh tarafidan pokligingizni himoya qiladigan oyat nozil bo'ldi. Shunda onalari aytdi: "Tur qizim, payg'ambar alayhisalomga tashakkur etgin" dedi. Oysha Siddiq onamiz: "Yo'q, Allohdan boshqaga tashakkur bildirmayman. Meni Alloh pokladi" dedi. Sizlarga buni aytib berishimda ba'zi vaqtda u kishiga Alloh g'aybni bildirgan edi. Shu soatda rasuliga g'aybni bildirdi. Boshqa xususiy soatda g'aybni bildirmaydi. Ani bildirmasa inson shundoq katta kishi o'zining pokiza oilasi haqida hayron bo'lib qolavergan. Hamma odamning ajdodi hamma narsani biladigan qilib rivoyat qilishidi. Bu narsadan qo'rqmoqligimiz kerak, birodarlar. G'aybni biladi degan narsadan katta shirk yo'q, birodarlar. G'aybni hech kim bilmaydi. Rasul biladi degandimi, maxsus soatda Alloh bildirgan g'aybni biladi. Alloh bildirmasa, oddiy inson bo'lib turaverdi, birodarlar. Bizga mana payg'ambar alayhisalomning hayotlarida o'tgan bu misol kifoya qilish kerak. Payg'ambar alayhisalom mana Alloh bildirmagicha o'zining qo'yinlarida bo'lgan eng so'yimlik ayoli haqidagi bo'htonning haqiqatini bilolmay qoldi. Alloh bildirgan soatda ondan bildi. G'ayb to'g'risida kimdan so'rasangiz, hammaning ajdodi sinab ko'rilganda bir mushukni so'yib, pishirib, qani nima qilarkin deb oshning ustiga selib kelgan bo'lsa, tur jonivor desa turib ketgan ekan. Bu afsona sizning ajdodingizdan ham chiqadi. Mening ajdodimdan ham chiqadi. Hamma odam shuning bilan faxrlanadi. Shunchalik quvvati bo'lsa, mushukni teldirib nima qiladi? Odamlarning hidoyatiga sabab bo'la olmaydi. Odamlarga shirkning nimaligini bildirish uchun qudrat bo'lsa bildirmaydimi? Mana bu narsa
bilib qo'yinglar. Biz shirk bilan hech qachon murassa qilmasligimiz kerak. G'aybni biladi degan narsani biz har qanday holatda inkor qilishimiz kerak. Demak, bizning e'tiqodimiz g'aybni hech kim bilmaydi. Rasul, ya'ni kitob, suhuf nozil bo'lgan payg'ambar Alloh bildirgan g'aybni biladi. Bildirmasa oddiy inson bo'lib qolaveradi. G'aybga nisbatan avliyolar mutlaq g'aybni bilmaydi. Ulardan karomatlar xususiy soatda sodir bo'ladi. U g'aybni bilolmas, birodarlar. Biz payg'ambarlar mo'jizasini isbot qilamiz. Bizning ahli sunnat va jamoatning e'tiqodi nijot topquchi jamoatning e'tiqodi. Avliyolar tarafidan sodir bo'lgan karomatlarni isbot qilamiz. Lekin ular g'aybni bilishmaydi deb e'tiqod qilamiz. Chunki avliyolarga vahiy nozil bo'lmaydi. G'ayb faqat vahiy orqali bilinadi. Shuning uchun Qur'oni Karimda nabiy g'aybni bildi demadi. Nabiyga kitob, suhuf bilan nozil bo'lmaydi, birodarlar. Shuning uchun istisnoda, ya'ni Alloh g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Alloh o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Sura Jin deb kelajakda nabiylar yoki boshqa avliyolar g'aybni biladi deb qolmasin deb insonlarni mir rasulin deb ta'kid qilgan. Kimki g'aybni bilishlikini da'vo qilsa, bildim desa, shuni tasdiq qilsa, iymonini yo'qotib qo'ydi. Payg'ambar alayhisalom kim kohin deb arab istilohida g'aybni bilishni da'vo qilgan odamni aytamiz. Kim kohinning oldiga kelsa, arrof deb aytgan so'zni tasdiqlasa, Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga tushirgan narsaga kofir bo'ladi degan. Mana bu polchilar, dajjallar, bularning hammasi de sodir bo'layotgan narsa. Hammasi shayton vasvasalaridir. Bularning hammasini tasdiqlashni shirk deb bilamiz. Agar bular g'aybni bilsa, yer ostidagi konlarni chiqarib berishsin. Yahud nasaralarning islomga qarshi uyushtirgan tadbirlarini aytib bersin. İmanni sundurg'uchi narsalardan to'rtinchisi Muhammad alayhissalomning risolatini inkor qilishdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini isbotlash iymon asoslaridandir. Kim payg'ambar alayhissalomga ta'na qilsa, u kishining sodiqligiga shubhi qilsa, u kishining omonatdorligi, pokligini inkor qilsa yoki payg'ambarni so'ksa, masxara qilsa yoki shuni yengil sanasa, sahih hadislarni inkor qilsa, mana Dajjalning ko'rinishi, chiqishi haqida ba'zi bir xabarlarni berganlar, ya'ni Qur'oni Karimda, hadislarda sabit bo'lgan narsalarning xabarini berganlar, mana mushularni inkor qilsa, masxara qilsa, mundaq odamda iymon yo'qoladi. Hatta ba'zi ulamolar payg'ambar alayhisalomdan sabit bo'lgan sahih hadisni masxara qilib qo'ysa, iymondan chiqadi degan ekan. Misol qilib aytamiz. Ko'proq hozirgi vaqtda moddiy falsafada o'sgan, aqllariga so'yinib yashagan kishilar o'zlarini mustahab qilmasdan turib pokiza sanagan odamlar ko'p bo'lgani uchun ana shundoq odamlarga Zibob hadisini aytib keltirilsa, Zibob hadisi sahih hadislardan, ya'ni pasha chivin birer tamoqqa bir qanoti bilan tushsa, ikkinchi qanotini ham tushirib, paturib, cho'kirib tashlanglar. U kasallik qanoti bilan tushidi, davo qanoti bilan tushmaydi dedi.
Bir qanati kasallik bo'lsa, uning ikkinchi qanati davo ekanligiga ishora qilib hadisida keltirildi. Shu hadisini hozirgi vaqtda hamma kasallikni pash ko'tarib keladi degan falsafadagi kishilar uni bir odam tabiatan ichmasligi boshqa gap, lekin bu hadisni inkor qilib masxara qilsa iymondan chiqadi, birodarlar. Men shundaq misolni keltirmoqchiman. Misvak haqidagi hadislar mutawatir bo'lgan hadis. Misvakni keltirsa, biz misvakni masxara qilishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak, birodarlar. Mana hozirgi fan buni isbotlayotdi. Pashining bir qanoti bilan tushgan kasallikka dunyoda ikkinchi qanotidan boshqa hech qanday davo yo'q deyishyapti. Biz bu narsani bu ilmiy kashf uchun tasdiqlaganligimiz, birodarlar. Biz bu ilmiy kashf bo'lgandan keyin bu narsa to'g'ri ekan demaymiz. Biz buning to'g'riligini payg'ambar alayhisalomning hadislari bilan isbotlaymiz. Biz agar ilmga muhtoj bo'lganimizda, aqlga muhtoj bo'lganimizda, hidoyat yo'llarida oddiy narsalarni bilishimiz uchun 1400 yillarga muhtoj bo'lardik. Bizni Alloh taolo mundaq aqlga muhtoj qilib qo'ymadi. Mundaq saodat yo'llarini tepishimizda bizni har xil ilmlarga bugun isbotlab, ayatiga inkor qiladigan haqir betaniz ilmga muhtoj qilib qo'ymadi. Mundaq ilmlar kecha isbotlagan ilmlarini kunduz inkor qilib, bugun inkor qilgan narsani atigan isbot qilib turaverdi. Bugun haqiqat deb turgan narsani atiga botil deb turdi. Ilm shundoq betaniz narsa, birodarlar. Buningga ilm yoki aql uyalmaydi. Men avval buni inkor qilgan edim. Men nadonlikni tan olay demaydi. Birodarlar, men shu ishlarda sizlarni nadonlik yo'liga boshlagan deb aytmaydi. Ilm, ya'ni butun ilm yomon narsa emas. Ilm yaxshi narsa, lekin ilm bashariyat saodatini ko'rsatib beradigan narsa emas. Aql insoniyatning dunyo va oxiratlik baxt saodatini ko'rsatib beradigan narsa emas. Dunyo va oxiratlik baxt saodatini ko'rsatib beradigan narsa yagona vahiydir. Yagona vahiy Allohning payg'ambarlariga nozil bo'lgan. Ular bu narsalarni omonat bilan yetkazishganlar. Mana shuning uchun payg'ambar alayhisalom tarafidan sabit bo'lgan narsani inkor qilish bu iymondan chiqaradi. Shu joyda payg'ambar alayhisalomning bir hadisini aytish kerak deb bilaman. Bir kishi o'ri turib suv ichsa, qusib etsin degan. Ya'ni suyuqlikni o'ri turib ichsa, qay qusib yondirib etsin degan. Buni harom demedi. Qay qilib etsin, chiqirib etsin dedi. Bu so'zning daqiqligini qarang. Davrlar nurg'un zamonlar o'tishi bilan fan shuni isbotladiki, o'ri turib ichishlik natijasida ko'rshak paydo bo'lar ekan. Chunki ashu ko'rshak tika turgan vaqtda suyuqlik bilan kirishi, ko'rshak ichilib qilib, suyuqlik shu tarafga yurib, keyin ishiq bu ses og'riq paydo bo'lib, keyincha shuni kesib tashlashga muhtoj bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom o'ri turib ichish harom demadi. Demak, harom emas ekan. Shuni qaytirib chiqsinki, u bir ziyon keltiradi. Shuning uchun bir odamning o'ri turib ichish harom deyishga haqqi yo'q. Hech qanday harom emas. Lekin tika turib ichgan narsani qay qilib etsin deganlar. Shu narsa ziyon qiladi. Buni bilish uchun islomdagi ne'mat shuki, bizni
buni 1300 necha yilda 20 necha avlod o'tib ketgandan ondan bilishga muhtoj qilmadi. Payg'ambar alayhissalom oddiy so'z bilan kim o'ri turib issa qay qilib olsin dedi. Shuning uchun sahih hadislarni inkor qilish, masxir qilish, yomon oqibatga elib berishdan tashqari iymondan chiqardi. Chunki u payg'ambar alayhissalomning omonatdorligini inkor qilganlik bo'ladi. Shu o'rinda payg'ambar alayhissalom kim uyida o'ziga ish baqsa, amali bekor bo'ladi dedi. Ya'ni bu tahdid, qo'rqitdilar. Bundan tashqari amali bekor bo'ladi. Chunki ish baqqan odamlarning kasalliklarini ish baqqan odamlar o'zi aytib beryapti. Hayotida ishni balasidan yaxshi ko'rganlar ziyonlarini bayon qilyapti. Islom bizni mana bundaq isbot qiladigan ilmlarga muhtoj qilib qo'ymadi. Ilm shundaq narsaki, bugunga isbotlab, atiga betabiz bo'lib turdi. Sen kechi buni isbot qilgan eding, endi inkor qilyapsan dedingiz. Ilm degan shundaq deb turdi. Ana shuning uchun bizga Alloh subhanahu va taolaning marhamati shuki, o'zgarmas manhaj yo'l avatdi. Bu islom yo'li. Biz buningda hech tavranmaymiz. Bizga burun o'tgan avlod bilan kelajakdagi avlodlar bir xil yo'lda ketaverdi. Alloh subhanahu va taolo rasulini avatganligiga shundaq bak minnat qiladi. Shu o'rinda shuni misol qilishni o'rinliq muvofiq deb bilaman. Payg'ambarlar ilib kelgan ilmni agar tushuntirish uchun dunyo xaritasiga o'xshatsak, dunyo xaritasiga udullasak, dunyodagi eng cho'nqur okeanus manchi kilometr, eng baland tog' bo'lsa manchi kilometrdan ortiqroq deb yezib qo'ygan. Sahrolarning maydoni shuncha, o'rmonlarning ko'lami shuncha va hokazo. Bu yerda to'mirkoni, bu yerda ko'mirkoni, bu yerda bu narsa, bu yerda miskoni, hamma narsani yezib qo'ygan. Dunyo xaritasi shundoq bir yezib qo'ygan deb darhol tan ilib ichiga tushish uchun 10 kilometrga tayyorlik ko'rsiz. O'zingizni himoya qilish uchun g'avg'oslik ilmini o'rganisizda ichidagi marvoyatlarni terib chiqsiz. Mana bu narsaga bizni islom buyurdi. Uningga tayyor ilm keldi. Payg'ambarlarning yo'lini inkor qilgan odamning misoli dunyo xaritasining oldiga kelib, mana bu okeanning cho'nqurligi 10 kilometr desa, yo'q, men bu narsani inkor qilaman. Sizlarda 1 metrlik asbob bo'lsa, menda 5 metrlik asbob bor. Shuni o'lchab tushmagunimcha bo'lmaydi deb, shuningga tushishlikka harakat qilgan. Cho'nqur, ya'ni bir g'avg'oslik ilmini ixtiro qilib, tushib o'lchab chiqish uchun harakat qilib, umr bo'yi shundoq mushaqqat bilan o'lchab chiqsa, shu xaritaga yezib qo'yilgan 10 kilometr chiqqan. Oxiri ming afsuslar bo'lsinki, butun umrimni shu xaritaga yezilgan narsani tekshirish uchun sarf qilibdiman. Agar shuningga tan olganimda qancha marvoyatlar egisi bo'lar edim. Mana bu yerning tagida oltin koni deb yezib qo'yilibdi. Shu oltin koni borligini tasdiqlaganimda shuningga tayyorlik ko'rib, oltinlarni elib chiqqan bo'lar edim deb afsuslangan, qattiq pushaymon qilgan odamning misoliga o'xshaydi. Necha ming yillar o'tgandan keyin mast qiluvchi ichimlikning ziyinini so'zlab turgan odam islom kishisining kichikkina balasi bilan barobardir. Balki uningdan qaloqroqdir. Ömür bo'yi sarf qilib shu mast qiluvchi ichimlikning ziyinini bilibdi, xolos.
Onun içinde bunun zihnini dikkatsizlikten onu içip tekşürgen, hayatı boyunca içip tekşürgen, yani bu narsa hayatını berbat kıygan, İslam ehlidek baxt, saadetli kişiler yoktur, braderler. Dünya haritasının misalıga okşatsak, düşünüşlük boludu ki, şundak, bizge İslam düşünüşlük ilimni eğitip koydu. Köp vaqtlarda biladigan ilimlerini oddiy qilib aytib qo'ydi. Marvoyit oltinlarni terishga bizni buyurib qo'ydi. U vaqtda bahis yurgizishdan bizni ozod qildi. Mana bu nijot topgan kishilar haqidagi mazmunlarni izohlash uchun ba'zi so'zlarga muhtoj bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni nijot topgan jamoalardan qilsin. Amin. Hamma odamni nijot topgan jamoadan deb da'vo qilib, shularga zid bo'ladigan ishlarni qilib soladigan kishilardan bo'lib qolishdan Alloh o'zi saqlasin. Amin. Alhamdulillah, yuqorida ustoz Abduvali Qori rahimahulloh darslik to'planmalardan nijotga erishgan kishilar haqida degan temani oldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.